Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har bir nafaqaxo'rga bevosita taalluqli bo'lgan bir yangilik haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga, ayniqsa jamoat transportidan foydalanish odatlaringizga sezilarli ta'sir qiladi. Hozirgi kunda pensiya oluvchilar uchun jamoat transportida yo'l haqi to'lovida qator o'zgarishlar kutilmoqda va ushbu videoda biz aynan shu haqida, ya'ni nafaqaxo'rlarga beriladigan maxsus transport kartalari va ularning qanday ishlashi bo'yicha to'liq ko'rsatma beramiz. Ushbu ma'lumot juda kritik ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada foydali kontent yaratishga yordam beradi. Qo'yingki, bu masalani ildidan o'rganib chiqamiz ilgari. Nafaqaxo'rlarimiz, keksalarimiz va nogironligi bor fuqarolarimiz jamoat transportida imtiyozli yo'l haqidan foydalanish uchun o'z pensiya guvohnomalarini yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlarni har safar avtobus yoki metroda nazoratchiga ko'rsatishlari shart edi. Bu jarayonning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Tasavvur qiling, qariyalarimiz uchun tirband avtobusda guvohnomani sumkadan qidirib topish, uni nazoratchiga ko'rsatish. Ba'zida esa bir-birini tushunmaslik oqibatida yuzaga keladigan tushunmovchiliklar qanchalik noqulaylik tug'dirardi. Guvohnomalar tez-tez yeyilardi, yaroqsiz holga kelardi. Hatto yo'qolib qolish holatlari ham uchrab turardi. Ba'zi hollarda baxtga qarshi nazoratchi bilan yo'lovchi o'rtasida tushunmovchiliklar kelib chiqardi. Chunki ba'zi guvohnomalar eskirgan uchun tasdiqlash qiyinlashardi. Shuningdek, tizimning o'zi shaffof emas edi. Davlat tomonidan imtiyozli yo'l kira uchun ajratilgan mablag'lar qanchalik samarali ishlatilayotgani, qaysi yo'nalishlarda qancha nafaqaxo'r qatnayotgani haqida aniq ma'lumot olish qiyin edi. Bu esa byudjet mablag'larini taqsimlashda ham ba'zi qiyinchiliklar tug'dirardi. Qisqasi, eski tizim zamonaviy talablarga javob bermasdi. Uning o'ziga xos og'ir yuki bor edi, ham yo'lovchilar, ham transport tashkilotlari uchun. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz nafaqaxo'rlarimizga qulaylik yaratish va transport tizimini raqamlashtirish maqsadida maxsus elektron kartalar tizimini joriy etmoqda. Bu nima degani? Bu degani, endi siz har safar transportdan foydalanganingizda guvohnoma qidirishga, uni ko'rsatishga yoki kimdir bilan bahslashishga hojat qolmaydi. Endi siz shunchaki elektron kartangizni avtobusdagi validatorga bir marta tegizasiz va bo'ldi. Sizning imtiyozingiz avtomatik ravishda tasdiqlanadi. Bu karta xuddi bank kartasi yoki oddiy transport kartasi kabi ishlaydi. Faqat unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va imtiyozlaringiz haqidagi axborot shifrlangan holda saqlanadi. Validator kartani o'qib, uning haqiqiyligini tekshiradi va sizga bepul yoki imtiyozli yo'l haqi huquqini beradi. Bu tizim juda shaffof, chunki har bir tranzaksiya, ya'ni kartadan foydalanish elektron ravishda qayd etiladi. Bu esa hukumatga imtiyozli yo'lovchilar oqimi haqida aniq ma'lumot olishga, byudjet mablag'larini yanada samarali taqsimlashga va transport tizimini yanada optimallashtirishga yordam beradi. Eng muhimi, bu yangilik qariyalarimizning transportdan foydalanishini nihoyatda osonlashtiradi. Ularning qadr-qimmatini oshiradi va kundalik hayotlariga qulaylik baxsh etadi. Bu shunchaki bir karta emas, bu zamonaviy texnologiyalarning insonparvarlik tamoyillari bilan uyg'unlashuvi, qulaylik va samaradorlik timsoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi esa ushbu yangi tizim haqida bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim detallarga to'xtalamiz. Kimlarga bu kartalar tegishli, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga bu yangilik taalluqli emas? Kartalar qanday ishlaydi va qaysi transport turlarida foydalanish mumkin? Bularning barchasini batafsil tushuntirib beraman. Birinchi navbatda kimlarga bu maxsus kartalar beriladi? Bu kartalar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan barcha imtiyozli toifadagi fuqarolarimizga, ya'ni barcha toifadagi nafaqaxo'rlarga. Bu yerda sizning nafaqangiz yoshga doir, boquvchisini yo'qotganlik yoki nogironlik bo'yicha bo'lishidan qat'iy nazar barchasi kiradi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslarga, ularning nogironlik guruhi yoki sababi ahamiyatli emas. Qonunchilikda belgilangan imtiyozlarga ega bo'lgan har bir nogironligi bor shaxs ushbu kartani olish huquqiga ega. Urush faxriylariga va ularga tenglashtirilgan shaxslarga. 4. Chernobil AES falokatini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslarga. 5. Harbiy harakatlar ishtirokchilariga, harbiy xizmat majburiyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga. 6.
va boshqa qonunchilikda belgilangan imtiyozlarga ega bo'lgan toifalarga. Bu ro'yxat juda muhim. Chunki u sizning bu kartani olish huquqiga egaligingizni aniqlaydi. Kimlar uchun esa bu yangilik tegishli emas? Birinchidan, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz va rezidentlikka ega bo'lmasangiz, bu imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Ikkinchidan, agar siz nafaqa olsangiz ham, lekin qonunchilikda belgilangan imtiyozli toifaga kirmasangiz. Masalan, ayrim hollarda ishlayotgan nafaqaxo'rlar, agar ularga boshqa imtiyozlar ko'zda tutilmagan bo'lsa, unda sizga oddiy transport kartasi yoki naqd pulda yo'l haqi to'lash to'g'ri keladi. Kartalar faqat aniq belgilangan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun joriy etilmoqda. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar bilan bu tushunchalarni yanada mustahkamlaymiz. Misol 1. Oysha bu va uning kundalik sayohatlari. Oysha bu 75 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. U har kuni ertalab mahalliy bozorga boradi, bir haftada 2 marta esa nabiralarini ko'rish uchun shaharning boshqa chekkasiga qatnaydi. Ilgari u har safar avtobusga chiqqanida sumkasidan pensiya guvohnomasini qidirardi. Ba'zida avtobus juda tiqilinch bo'lardi. Guvohnomani topish va ko'rsatish qiyinlashardi. Bir kuni u guvohnomasini uyda unutib qoldirdi va yo'l haqini to'liq to'lashga majbur bo'ldi. Bu uning uchun kutilmagan xarajat edi. Yangi karta joriy etilishi bilan Oysha buvining hayoti sezilarli darajada yengillashadi. Endi u shunchaki kartasini doim yonida olib yuradi. Avtobusga chiqqanda kartasini validatorga bir marta tegizadi. Validator yashil rangda yonib, imtiyoz tasdiqlandi degan ovozli xabar beradi. Bu Oysha buviga kunlik yo'l kirasini 1400 so'mdan 900 so'mga yoki belgilangan minimal to'lovga tushirish imkonini beradi. Deylik, u kuniga 2 marta qatnasa, bir oyda kamida 28 kun transportdan foydalansa. Bu unga ittakimi 400 so'm, 28 pul tejash imkonini beradi. Bu esa uning nafaqasi uchun juda katta yordamdir. Misol 2. Ahmad bobo va uning nogironlik nafaqasi. Ahmad bobo 2 yoshda 2 guruh nogironi. U oyda 2 marta shifokor ko'rigiga borish uchun jamoat transportidan foydalanadi. Uning guvohnomasida nogironlik belgilari bor edi, lekin shunga qaramay, ba'zi konduktorlar unga shubha bilan qarashardi. Chunki guvohnoma yillar o'tishi bilan ancha eskirgan edi. Yangi elektron karta Ahmad boboning shaxsiy ma'lumotlari bilan birga uning nogironligi haqidagi imtiyozli holatini ham o'zida saqlaydi. U kartani validatorga tegizganda tizim avtomatik ravishda uning nogironlik imtiyozini tasdiqlaydi. Bu uning uchun shunchaki qulaylik emas, balki jamiyat tomonidan uning hurmatini e'tirof etish, ortiqcha savol-javoblardan xalos bo'lish deganidir. Bu kabi avtomatizatsiya har qanday yoshdagi va holatdagi inson uchun qulaylik yaratadi. Misol 3. Dilshod aka va ishlaydigan nafaqaxo'rlar holati. Dilshod aka 62 yoshda yoshga doir nafaqa oladi. Lekin hali ham o'z sohasida faoliyat yuritadi va xususiy firmada ishlaydi. Uning pensiyasi bor, ammo O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ba'zi imtiyozlar faqat ishlamayotgan nafaqaxo'rlarga beriladi. Yangi transport kartasi tizimida ham agar qonunchilikda belgilangan imtiyozlarga ko'ra Dilshod aka ushbu transport imtiyoziga ega bo'lmasa, unga maxsus karta berilmaydi. Bu degani u jamoat transportidan foydalanish uchun oddiy transport kartasini sotib olishi yoki yo'l haqini naqd pulda to'lashi kerak bo'ladi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, yangi kartalar universal ravishda barcha nafaqaxo'rlarga emas, balki aniq belgilangan imtiyozli toifalarga ajratiladi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining imtiyozli maqomiga aniqlik kiritib olishi kerak. Qaysi transport turlarida foydalanish mumkin? Bu kartalar asosan shahar jamoat transportida, ya'ni avtobuslarda va metroda amal qiladi. Hozirgi kunda Toshkent va boshqa yirik shaharlarda elektron to'lov tizimi joriy etilgan transport turlari bunga misol bo'la oladi. Ayrim hududlarda marshrut taksilari tizimiga ham bosqichma-bosqich elektron to'lov tizimlari integratsiya qilinmoqda, ammo bu hali to'liq yakunlangan emas. Muhimi shundaki shaharlararo yoki viloyatlararo qatnaydigan avtobuslarda, poyezdlarda yoki taksilarda ushbu karta amal qilmaydi. Ular faqatgina shahar ichidagi jamoat transporti uchun mo'ljallangan. Bu yangilikning iqtisodiy samaradorligi ham juda katta. Tasavvur qiling, Toshkent shahrining o'zida 5 milliondan ortiq nafaqaxo'r bor. Agar ularning e'tibori har kuni jamoat transportidan foydalansa va yangi tizim orqali har bir yo'lovchi kuniga 1000 so'm tejamkorlikka erishsa, masalan, to'liq bepul yo'l kira yoki chegirmali yo'l kira hisobiga, bu millionlab so'mlarni tashkil etadi. Bu nafaqat aholining moliyaviy ahvolini yengillashtiradi,
balki transport kompaniyalari uchun ham to'lovlar shaffofligi orqali byudjetdan ajratiladigan kompensatsiyalarni aniq va adolatli olish imkonini beradi. Endi esa ushbu tizimning muhim tomonlariga, ya'ni istisnolarga, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlarga va kutilmagan holatlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar kartadan foydalanishda sizni ko'plab tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Birinchi va eng muhim nuqta, karta yo'qolsa nima bo'ladi? Bu juda ko'p uchraydigan savol. Agar kartangiz yo'qolib qolsa, o'g'irlansa yoki shikastlansa darhol tegishli tashkilotga, ya'ni Davlat xizmatlari markaziga, DXM yoki kartani bergan boshqa vakolatli organga murojaat qilishingiz shart. Sizdan ariza qabul qilinadi va yangi karta chiqarish jarayoni boshlanadi. Odatda yangi karta tayyor bo'lishi uchun ma'lum bir muddat, masalan 5-10 ish kuni talab etilishi mumkin. Bu vaqt ichida siz eski usulda, ya'ni pensiya guvohnomangizni ko'rsatib, yo'l haqini to'liq to'lashingiz yoki vaqtincha oddiy transport kartasidan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Shuni unutmangki, yo'qolgan kartani bloklash juda muhim. Aks holda boshqa shaxs undan foydalanishi mumkin. Har qanday yo'qotish holatida tezkor harakat qilishingiz uchun afzaldir. Ikkinchidan, kartada pul qolib ketishi mumkinmi? Bu juda muhim bir aniqlik. Ushbu maxsus kartalar nafaqaxo'rlar uchun jamoat transportida yo'l haqi to'lash uchun mo'ljallangan bank kartasi emas. Ular pul o'tkazish, pul saqlash yoki undan foydalanish uchun emas. Balki faqatgina sizning imtiyozli maqomingizni tasdiqlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Ya'ni siz bu kartaga pul yuklamaysiz, undan naqd pul yechib olmaysiz. U shunchaki validatorga tegizilganda sizning imtiyozingizni ha yoki yo'q tarzda tasdiqlaydi. Agar yo'l kira to'liq bepul bo'lsa, sizdan hech qanday pul yechib olinmaydi. Agar chegirmali bo'lsa, tegishli miqdor hisobdan avtomatik ravishda yechib olinadi. Lekin bu hisob karta bilan bog'liq emas, balki umumiy tizim orqali amalga oshiriladi. Demak, kartada pul qolib ketishi yoki siz uni yo'qotganingizda pulingizni yo'qotishingiz mumkin emas. Uchinchidan, kartaning amal qilish muddati cheklanganmi? Ha, odatda bu kabi elektron hujjatlar ma'lum bir muddatga, masalan 5 yilga beriladi. Chunki vaqt o'tishi bilan fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari yoki imtiyozli maqomi o'zgarishi mumkin. Karta muddati tugashiga yaqin siz uni yangilash uchun yana DXM ga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Yangilash tartibi yangi karta olish tartibiga o'xshash bo'ladi. Lekin ba'zi hollarda bu jarayon tezroq va osonroq kechishi mumkin. Muddatni kuzatib borish juda muhim. Chunki muddati o'tgan karta validator tomonidan qabul qilinmaydi. To'rtinchidan, boshqa odamga berish mumkinmi? Yo'q, qat'iyan mumkin emas. Bu karta shaxsiy, ya'ni faqatgina uning egasi foydalanishi mumkin. Har bir karta egasining shaxsiy ma'lumotlarini o'zida saqlaydi. Nazoratchilar maxsus qurilmalar orqali kartaning egasi transportdagi shaxs bilan mos kelishini tekshirish huquqiga ega. Agar siz kartangizni boshqa bir kishiga bersangiz yoki o'zingiz boshqaning kartasidan foydalansangiz, bu qoida buzilishi hisoblanadi va tegishli jazo chorasi qo'llanilishi mumkin. Masalan, kartani vaqtincha bloklash yoki jarima solish. Bu tizimning adolatli va samarali ishlashi uchun juda muhim qoida. 5-dan, texnik nosozliklar. Agar validati ishlamasa, nima qilish kerak? Zamonaviy texnologiyalarda ham ba'zida nosozliklar yuz berishi mumkin. Agar siz kartani validatiga tegizdingiz, lekin u ishlamasa, yashil yonmasa yoki xato xabari bersa, avtobusdagi konduktorga agar mavjud bo'lsa, murojaat qiling va pensiya guvohnomangizni ko'rsating. Agar konduktor bo'lmasa, shunchaki guvohnomangizni ko'rsatib o'tib ketishingiz mumkin. Bu holatda siz hech qanday aybdor emassiz. Chunki texnik nosozlik sizdan bog'liq emas. Biroq bu kabi holatlar haqida transport tashkilotiga yoki mas'ul idoralarga xabar berish maqsadga muvofiq, toki ular nosozlikni bartaraf etishlari uchun. 6-dan, shaharlararo, viloyatlararo transportda foydalanish. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu kartalar faqat shahar ichidagi jamoat transporti uchun mo'ljallangan. Agar siz viloyatlararo avtobus yoki poyezdda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bu kartadan foydalana olmaysiz. Bu kartalarning maqsadi aniq belgilangan. Urbanizatsiya sharoitida shahar aholisi, ayniqsa imtiyozli qatlam uchun kundalik qatnovni osonlashtirish. Shuning uchun safar rejalashtirganingizda ushbu nuanjaga e'tibor bering. Va nihoyat, murojaat qilishda e'tibor berish kerak bo'lganlar hujjatlaringizning to'liqligi, pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi va 3/4 o'lchamdagi rasm, matoviy, rangli, burchaqsiz kabi barcha kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlab boring. Hujjatlardan birortasi yetishmasa arzangiz qabul qilinmasligi mumkin.
Sasım talablarga rioya qilish, rasmning foniga, sifati va o'lchamiga e'tibor bering. Kompyuterda olingan yoki sifatiga e'tibor berilmagan rasmlar qabul qilinmasligi mumkin. Arizani to'g'ri to'ldirish. DXM xodimlari sizga yordam berishadi, lekin baribir o'zingiz ham ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirib chiqing. Internet orqali murojaat qilish imkoniyatlari. Agar mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPodyoq.uz orqali ham murojaat qilish imkoniyatlarini tekshiring. Bu sizning vaqtingizni tejashga yordam beradi. Bu kabi ma'lumotlar bilan qurollangan holda siz yangi tizimga osonlik bilan moslasha olasiz va uning barcha afzalliklaridan to'liq foydalana olasiz. Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz bu kartani olish uchun nima qilishingiz kerak? Qaysi qadamlarni bosib o'tishingiz lozim? Hammasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Bir qadam. Kimga murojaat qilish kerak? Maxsus transport kartasini olish uchun siz birinchi navbatda davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu markazlar mamlakatimiz bo'ylab har bir tuman va shaharda mavjud bo'lib, turli davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi hududiy bo'linmalari yoki boshqa vakolatli organlar orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Ammo asosiy murojaat nuqtasi DXM hisoblanadi. Shuningdek, kelajakda ayrim banklar, masalan davlat banklari ham bu xizmatga jalb qilinishi mumkin. Shunda siz ular orqali ham murojaat qila olasiz. Lekin hozircha asosiy manzilingiz DXM. Ikki qadam, qanday hujjatlar kerak? DXM ga murojaat qilishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab boring. Pasport yoki ID karta, bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar sizda mavjud bo'lsa, pensiya oluvchining maqomini tasdiqlovchi hujjat. Nogironligi bor shaxslar uchun esa nogironlikni tasdiqlovchi guvohnoma. Bu hujjat sizning imtiyozli maqomingizni belgilaydi. 3x4 o'lchamli rasm. Bu rasm rangli matoviy fonda burchaqsiz bo'lishi kerak. Fotosurat sifati kartadagi sizning shaxsingizni aniq ko'rsatishi shart. Odatda rasm 2 dona talab qilinadi, lekin ortcha bo'lmasligi uchun 2-3 dona olib borganingiz ma'qul. 3 qadam ariza yozish. DXM ga borganingizda xodim sizga maxsus blanka beradi. Bu blankaga siz shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya ma'lumotlaringizni va boshqa zarur axborotlarni kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda yozishda yoki blankani to'ldirishda qiyinchiliklar tug'ilsa, DXM xodimlari sizga albatta yordam berishadi. Ular blankani to'g'ri to'ldirish bo'yicha ko'rsatma berishlari shart. Agarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPodyoq.uz orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lsa, siz u yerdan ham elektron ariza to'ldirishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi talab etiladi. Onlayn ariza topshirish albatta vaqtni tejaydi va navbatda turishdan xalos qiladi. 4 qadam, karta olish muddati va joyi. Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga kartaning tayyor bo'lish muddati haqida ma'lumot beriladi. Odatda bu jarayon ish kunigacha vaqt olishi mumkin. Chunki karta chop etilib shaxsiylashtiriladi. Karta tayyor bo'lgach, sizga bu haqda SMS xabar yuborilishi yoki siz murojaat qilgan DXM orqali xabar berilishi mumkin. Kartani odatda murojaat qilgan DXMning o'zidan shaxsan olishingiz kerak bo'ladi ba'zi hollarda. Agar hududiy pochta xizmatlari bilan kelishuv mavjud bo'lsa, pochta orqali ham yuborilishi mumkin. Lekin bu haqda oldindan aniqlik kiritish muhim. 5 qadam, kartani faollashtirish. Odatda kartani qo'lga kiritganingizdan so'ng uni alohida faollashtirish talab etilmaydi. U tizim unga avtomatik tarzda kiritilgan bo'ladi va siz uni olgan zahotingizdan jamoat transportida foydalanishingiz mumkin, ammo har ehtimolga qarshi. Kartani olganingizdan keyin birinchi imkoniyatda uni jamoat transportida sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar validator kartani qabul qilmasa yoki xato xabari bersa, darhol DXM ga yoki transport tashkilotining aloqa markaziga murojaat qiling. Ularga vaziyatni tushuntiring, ular sizga yordam berishlari shart. Eslatma, kartadan foydalanishni boshlaganingizda doimo uni yonbag'ringizda yoki shaxsiy buyumlaringiz ichida xavfsiz joyda saqlashga odatlaning. Uni buklamasdan, shikastlamasdan ehtiyotkorlik bilan foydalaning. Bu karta sizning shaxsiy imtiyozingiz kaliti ekanini unutmang. Mana shu 5 ta oddiy qadam orqali siz maxsus transport kartasiga ega bo'lishingiz va jamoat transportidan qulaylik bilan foydalanishingiz mumkin. Bu jarayon avvaliga biroz murakkab tuyulishi mumkin. Ammo DXM xodimlari sizga har tomonlama yordam berishga tayyor turishadi.
Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, nafaqaxo'rlarimiz uchun joriy etilayotgan bu maxsus elektron transport kartalari bu shunchaki bir yangilik emas. Balki jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga bo'lgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Bu tizim sizning kundalik hayotingizni sezilarli darajada osonlashtiradi. Transportdan foydalanishda qulaylik va shaffoflikni ta'minlaydi. Albatta, har qanday yangi tizim joriy etilganda dastlab kichik qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu rivojlanishning bir qismi hisoblanadi. Bizning vazifamiz esa bu yangiliklarni tushunib, ulardan to'g'ri foydalanishdir. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi va barcha savollaringizga atroflicha javob oldingiz. Fikrlaringizni va bu yangilik haqidagi shaxsiy munosabatingizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Balki sizda allaqachon bu kartalar bor va o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashmoqchisiz. Yoki sizda qo'shimcha savollar paydo bo'ldimi? Ularni ham izohlarda yozing. Biz albatta ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoni yakunlashdan oldin yana bir bor kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda yanada muhim va foydali ma'lumotlar bilan uchrashguncha xayr.